hamda Kometa Family o'yinchilarining faoliyatlari davomiyligini guvohi bo'lmoqda. Sardorning Yashkasi Pablo tomonidan atalishi bu kutilgan holat. Pablo o'z holat vaziyatlarini yaxshilab olgan. Oy, ushbu vaziyat tomonlama o'tirgan Yashka yaxshi samara berdi. David Hot ketkizib qo'yadi. Oy, Sardorning kill pointlariga e'tibor bering. 7 dona kill point aynan uning hisoblarida. Top 4 o'ynalmoqda ayni vaqtlar davomiyligida Vini Sports o'yinchilari zona tomonlama kirib olishni uddasidan chiqqan Mahmad Aminov. Agarda mini kartalarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, zonaning bir qismida o'z o'yinlaridan bitirmoqda. Faqatgina Kometa Family va endigina Win 37 haqida gapirib o'tmoqchi edim. Aynan u ham zonada emasligini aytib o'tmoqchi edim va endi hattoki o'yinda ham emas. Ya'ni lobby tomonidan kuzatib qo'yilyapti Vini Sports o'yinchilari tomonidan Pablo hamda Sardor nima qilishida. Qanday yo'l tutishadi bu yerda agarda Vini Sports o'yinchilarini qabul qilib olmaydigan bo'lsa top 1 ularniki. Pablo aynan mana shuning ilinjida bo'lishi bu kutilgan holat. Agar nokyuzga keltirmaydigan bo'lsa, biladiki zona tomonlama kirib olishning umuman imkoniyati yo'q. Shu bilan birgalikda esa Sardor ham zona uchun harakatni yuzaga keltiryapti. Qizdirilgan Xayyeshka bor bu yerda. Loqtirildi, mana bu Molta samara beradi deb o'ylayman. Pabloning Xayyeshkasi Sardor tomonidan atalgan. Pablo menimcha qiyin qoladi bu yerda. Zona yoki Moltalar bilan ta'minlangan holatda. Oy, Sardor zaborlarda zonasi borligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Simonning Xayyeshkasi kim birinchi? Sardor yoki Simon. Loqtirilgan 2 dona Xayyeshka ketma-ket holatda. Oy, Simon Xayyeshkada bahramand bo'lyapti. Sardor birga bir holatda qolib ketgan. Mahmad Aminovning Xayyeshkasi samara bermaydi. Sardorning oxirgi va eng hal qiluvchi Xayyeshkasi bo'lishi ehtimoligi bor. Oy! Kometa Family o'yinchisi mana bu o'yinchi nimalar qilganligida faqat o'zi biladi. Sardor ajoyib 9 dona kill point bilan to'pirni qo'liga kiritib ketayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Gap so'z bo'lishi mumkin emas aslida. Barakalla shavvoz. Ay. Vini Sports o'yinchilari juda qulay pozitsiyada edi. Juda katta imkoniyatga ega edi. Buni o'zlari ham biladi, lekin aynan mana shu o'zlari bilgan imkoniyatdan foydalana olmaganligi bu bizning emas, aslida o'zlarining ayblari. Bu xatoga biz hech qanday daxlimiz yo'q, lekin Sardorning o'yinlari o'zgacha bo'ldi. Kometa Family o'yinchilari mana shunday faytlarni yakuniga yetkazib qo'ymoqda. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan gapsiz bo'lishi mumkin emas. Men asli 7 dona kill pointni ko'rgandayoq hayron qolgan edim. Juda chiroyli o'z o'yinlaridan bitirayotganligini va oxirida birgalikda guvohi bo'ldik qanday ajoyib o'yinlarning egasi ekanligini. Sabirov tomonidan, ya'ni oxirida qolib ketganda birinchi nok yuzaga keltirildi-ku. Zazona xotira qolib ketgan vaziyatdan mana shu vaziyat juda chiroyli bo'ldi va umid ham bag'ishladi. Adashmayotgan bo'lsam Sardorga, faqat Sardorga, balki albatta 2 ga 1 holatda qolib ketganligi uchun va qiyin vaziyatda bo'lganligi uchun Sardorning ajoyib o'yinlar ko'rsatishini qandaydir ma'noda yon bosib kuzatdim, lekin hech kimga adovatim yo'q. Bu yerda Vini Sports o'yinchilariga ham shuni ta'kidlab qo'yishimiz shart. O'sha paytida ya'ni birinchi nok yuzaga keltirilganda haqiqatdan-da qandaydir ma'noda umid paydo bo'ldi. Va bu umid haqiqatdan-da o'z uchqunlarini bergandan so'ng oxiri alanga ham oldi. Ya'ni Mahmad Aminovning Xayyeshkar qabul qilib olganidan so'nggina gapsiz bo'lishi mumkin emas. Kometa Family o'yinchilari o'yinni haqiqatdan-da chiroyli yakuniga yetkazib qo'yishdi. Hozircha mikrofonlarni o'chirishga majburman. Sizlar bilan keyingi